Assalomu alaykum barchaga. Broinviz kanalining obunachilari, xudo xolasa bugun 2026-yanvar oyi uchun Bitcoin tahlillarimiz va investitsiyalar bo'yicha to'liq bitta chiroyli video chiqarishga qaror qildim. Yanvar oyining 17-sanasi bo'lishiga qaramasdan Telegram kanalimda barcha tahlillar bilan bo'lishib bormoqdaman. Xo'p, 2026-yilda bizni nimalar kutmoqda? Bitcoinda va qolgan investitsion portfellarimizda va memcoinlar sohasida biz ishlay olamizmi, yo'qmi? Qisqacha barchasini aytib o'tishga harakat qilaman. Hozirda mana shu grafik e'tibor qiladigan bo'lsak, bu allaqachon 3 oylik tahlillar hisoblanadi. Mana bu qizil setkaga e'tibor qiladigan bo'lsak, xuddi shunday tushish bo'lgandan keyin bizda yana tush bo'ldi. Ya'ni kerakli zonaga yetib keldi. Ya'ni discount zona, mana bu qism discount zona hisoblanadi. Discount zonadan pastga tushmasdan to'g'ri tepaga yana yurishni boshlagan. Bizda mana bu qism discount, avvalgisi e'tibor qiladigan bo'lsak, qizil zonadan pastda discount zona hisoblangan. Haftalikka oladigan bo'lsak, to'xtang, boshqa chartni ko'rsatay. Bu chartni o'chirib tashlamasdan mana bu chartga e'tibor qiladigan bo'lsak, maxsus Fibonacci bor. O'sha Fibonaccidan foydalanaman. Mana bu nuqtaga tortamiz minimumdan maksimumgacha. Bu haftalik shamda e'tibor qiling. Haftalik har bitta shamimizni ochilib yopilish uchun bir hafta ketadi. Dekabr oyida berilgan tahlil mana bu nuqtadan, xo'p, mana bu zonalargacha kelgandan keyin pastga yurish bo'ladi deb tahlil qilgan edik. Va mana bu zonaga to'liq 99 ming 100 ming oraliqgacha yetib bormasdan hozir qaytish razворотный model hosil bo'lmoqda. Ya'ni fevagi zona endi bizni pastga yurishga majbur qilish ehtimoli bor. Endi bu safar bu resistant yanada kuchliroq ishlaydi. Lekin meni qarashim, hozir liquidity holatini ko'rib chiqdim saytda. Mana shu zonalarda yurib turib keyin yana otilish, ya'ni yuqoriga harakatlanish ehtimolligi bor. Shu zonani agar 74.500 ni to'liq tanasi bilan mana bunday buzadigan bo'lsak, bu modelni unutishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni pastga tushdi va bu keyingisi ham yana pastga olib kelishga sabab bo'ladi. Shuning uchun 74.500 zonamizni buzmasligi kerak haftalikda, ya'ni asosiy kuchli global uptrend davom etishi uchun. Shunday ekan, bizdan hozirgi zonalar mana belgilab qo'yilgan. Aslida mana bu zona OTE orderlar qabul qilinadigan zona hisoblanadi. Mana shu zonadan yurish qildi. Endi yana bitta narsa bor. Grafikdan salgina chetlashamiz, nazariy yondashuv qilamiz. Bozor mana bunday yuqoriga harakatlanayotganda pastga mana bunday tushib kelsa, minimumlarni yangilab keyinchalik uptrend hosil qilsa, bu normal holat hisoblanadi. Lekin ikkinchisi qanday bo'ladi? Xuddi shunday yurish tepaga va pastga yangilab kelayotganda mana bunday yurish qiladi avval va keyin pastga yurish bo'ladi. Yana xuddi shunday holat va yana pastga. Mana bu zonalarda e'tibor qiling. Mana bu zonada, xo'p, va mana bu zonalarda ichki qismida likvidatsiyalar hosil bo'lib qoladi, ya'ni pul to'planib qoladi. Shuning uchun pastga yetishga to'g'ri keladi. Lekin mana bu holatda faqat tepada likvid hosil bo'lganligi uchun tepaga yurishga aniq sabab bor bizda. Mana bu zonalarni to'liq pastki qismini yechib bo'ldi va yuqoriga yurishga sabab bor. Toki mana bu qismlarni yechmas ekan, bozor tepaga yura olmaydi. Ikkinchi sababi mana bu zonalarni, qarshiliklarni, trendlarni buzib o'tish kerak yuqoriga qarab. Hozirgi holatimiz aynan shunaqa turibdi. Ya'ni kunlikda ko'ramiz bu narsani. Juda oson ko'rinadi mana.
e'tibor qiling, mana bu zonada va xo'p, bunga yozib qo'yaylik. To'liq mana bu zonani ham olsak bo'ladi, ya'ni asosiy ikkitasini olsak ham bo'ladi. Shu yerda pul qolib ketyapti hozir. Va mana bu blok bizni yana pastga yurishga undaydi. Resistance zona sifatida. Pastga yurishga sabab bor. 4 kun davomida ETF flow, ya'ni ETF'larda pul oqimi kirgan, lekin bu yetarli emas va AQShdagi Fed, ya'ni foiz stavkalarini tushirishi davom etishi kerak. Undan tashqari inflyatsiya darajasi yuqori Amerikada va GDP, ya'ni yalpi ichki mahsulot oshyaptimi yoki tushyaptimi? Hozirda tushyapti. Har bitta insonning oilaviy kelib chiqishidan moddiy holatini ko'rib chiqadi. AQShda aholi jonboshiga qarab yalpi ichki mahsulot, insonlarda pul bor yoki yo'qligini ko'rib chiqadi. Bitcoin asosiy o'sishiga sabab bo'luvchi, Bitcoinga shunchaki yangitdan kirib keladigan odamlar oqimi juda ham past. Hozirdagi mana bu harakatlarni faqatgina katta o'yinchilar, ya'ni kitlar amalga oshiryapti. Asosiy o'sishlar mana bunday o'sishlar bo'lishi uchun oddiy xalq kirishi kerak. Bozorda har doim bitta narsa, bozor umuman hayotda yaratuvchi inson, o'sha mahsulotni yaratgan inson faqat foyda ko'radi degan narsa. O'yinni yaratgan inson foyda ko'radi degan narsa bu. Ya'ni bu yerda hozir kitlar xarid qiladi, mana bu yerda FOMO bilan yangi ishtirokchilar kirib keladi va kitlar mana bu zonalardan chiqishni boshlaydi va oddiy odamlar bu bozor yanada o'sishi mumkinligini taxmin qiladi va bozor tushadi teskarisiga va oddiy odamlarda mana bu bozorda qo'rquv orqali ular yana olgan mahsulotini sotadi va zarar bilan chiqib ketadi. Va yana xuddi shu narsa sikl davom etadi. Pastdan yana aqlli treyderlar bozorga kiradi va yana kutadi maksimumlar yangilanguncha. Bozor boshqacha ishlamaydi. Xo'p, holat shunaqa va USDT dominansidagi holatni ham ko'rib chiqaylik. Bizga juda muhim. USDT dominansida ham haftalikka e'tibor qiladigan bo'lsak, bunda men uptrend holati yana davom etishini kutyapman. Hozir to'g'ri pastga tushib keldi ma'lum bir miqdorda. Agar mana bu zonamizga qaytib kelgandan keyin yana pastga sabab bilan aniqroq bitta sham bilan yopilib beradigan bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p. Ortiqcha narsalarni o'chirsak, aniq bitta sham bilan tushib bersa, bozor yaxshigina o'sish qiladi. 2026-yilda 4 yillik sikl nima uchun buzilishini aytib o'tdim. Ya'ni hozirda o'zi e'tibor qiling, umumiy bozor kapitallashuvi 3 trilliondan oshiqroq holatda turibdi. Juda ko'p koinlar yer bilan bitta bo'lgan, ya'ni juda ham past narxlarda turibdi-da. Yanada bozorning cho'kishiga aniq bir sabab yo'q. Mana shu taraflar. Pulni o'zi yo'q. Yana qayerga bu pastga tushishi mumkin? Tushish ehtimolligi juda past, lekin mana bu yerda ya'ni vikni 0.5 gacha ham to'ldirgan juda ko'p koinlar nuqtada vik deyiladi. Yangi ko'rayotganlar bo'lsa. Xo'p. 0.5. 0.5 larni hammasida deyarli to'ldirib bo'lgan. Ana shunga e'tiborli bo'lsak. Keyin S&P 500 holatini ko'rishimiz kerak. Hozirda qanday? Xo'sh, S&P 500. S&P 500 dagi holat ham maksimumlarni yangilab boryapti, lekin tushish holati bo'ladi. Xo'p. Bu uzoq davom etmaydi, lekin uzoq davom etmaydi. Har doim o'sish bo'lgandan keyin tushish bo'ladi. Mana bu zonada ham e'tibor qiladigan bo'lsak 0.5 ishlagan. Mana hozirgi nuqtasi ham 0.5 ga yaqinlashib kelish kerak. Sog'lom korreksiyadan keyin o'sish bo'ladi.
Bunga biz tayyorlanishimiz kerak. Bitcoin holati qanchalik yomonlashmasin, aytib o'tilgan zonalarda. Xo'p, mana bu zonadan hozir yana pastga tushib keladimi? Yana bizga chegirma. Har safar bozor tushishdan oldin bitta o'sish qiladi. Bitta o'sish, tushish va yana bitta o'sish, yana tushish. Birdaniga tushish bo'lmaydi, chunki bu yerda ETF, ya'ni qimmatli qog'oz sifatida katta hedge-fondlar, kompaniyalar, davlatlar allaqachon bitcoinni o'z zaxiralariga olgan va bitcoinni juda ham past narxga tushishga qo'ymaydi. Va hozirdagi bitcoinni qazib chiqarayotgan, mining qilayotgan miqdorni hisobga oladigan bo'lsak, 80 ming, 100 ming oralig'ida, uni to'liq statistika aniqligini bilmayman, uni ko'rib chiqish kerak. Mining qilinayotgan miqdor, misol uchun bitta bitcoinni qazib chiqarish uchun 100 ming dollarlik xarajat ketyaptimi? Undan narx pastga tushdimi, holat juda yomonlashadi. Undan battar bo'lishi mumkin. Ya'ni pastga tushib bo'ladi. Lekin qazib chiqaruvchilar bu narsaga yo'l qo'ymaydi va ular bu narsani, ya'ni miningni to'xtatish ehtimolligi bor. Bitcoin lekin allaqachon insonlarning ishonchiga kirib bo'lgan aktiv va biz mana shu barcha ma'lumotlarni jamlagan holda davom etishimiz kerak bo'ladi. Yanvar oyida kutilayotgan narsa mana shu holat, pastga tushish bo'ladi. Hozirgi zonadan razворотный model hosil bo'lishi. Agar yaxshi yangiliklar chiqib, bu zonalarni yangilaydigan bo'lsa, u nur ustiga alo nur. Lekin hozirgi holati bu narsani ko'rsatmayapti. Avval pastga salgina tushib, mana bu holat kerakda bizga, qarang. Hozir buni qisqa pastda likvid hosil bo'lib kelgandan keyin bitta tozalab, keyin yangilash qilib yuqoriga chiqsa, bu sog'lom o'sish hisoblanadi. Mana bu zonada turgan joyimizga e'tibor qiling, mana bu yerda ham. Xo'p, hozir uni chizib ko'rsataman kunlikda. Mana bu shaklga e'tibor qiladigan bo'lsak, umuman to'g'ri kelmayapti. Faqat mana shu joyga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, aynan mana shu narsa bo'lishi kerak biz uchun. Kelyapti, tepaga yuqoriladi, to'g'ri, u narsaga e'tibor qilmaymiz. Lekin qachonki divergensiya hosil bo'lsa, mana bu divergensiya deyiladi. Divergensiya qanday hosil bo'ladi? Xo'p. Bu yuqorilaganda e'tibor qiling, yuqoridagi sham pastdan yuqoriga harakatlanishi emas, teskari, ya'ni bizga kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda bor ekan divergensiya hosil bo'lgan joy. Mana bu joyda bor ekan. Mana bunday holatda chart hosil bo'ladi, ya'ni mana bunday holatda chart hosil bo'ladi. Bu ham o'xshamadi. Boshqasini olamiz. Mana bu yerda haqiqiy divergensiya hosil bo'lgan ekan. Mana. E'tibor qiling. Pastga tushib kelyapti, likvidlarni tozalab. Pastdagi divergensiya teskari harakatlanmoqda. Mana bu haqiqiy bo'lish divergensiyasi hisoblanadi. Bizda hozir berish divergensiya hosil bo'lyapti. Narx ham pastdagi RSI ham pastdan yuqoriga harakatlanyapti. Bu likvid tozalash uchun. Bu divergensiya emas, teskari harakatda aslida. Divergensiyalar 4 ga bo'linadi. Shu joyda aytib o'tib ketay. Xo'p, memcoinlarda nima qilish kerak hozirgi holatda? Juda ham ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Faqatgina sabr bilan davomiy yangi chiqayotgan proyektlar bo'lishi mumkin. Qisqa o'sishga moyilligi bor proyektlar bilan ishlab turish va uzoq muddatli ishonchli memcoinlarni kapitallashuvi, hamma taraflama baquvvat memcoinlarni ushlab turish kerak. Nimaga? Chunki mana bu RVA misol Real World Asset degan coinni market kapitalizatsiyasini hozir ko'radigan bo'lsak, qarang, coin market capda. Bu narsalarni juda ko'p marta tushuntirganman, lekin yana tushuntiraman.
Xo'sh, internetda ozgina uzilishlar bo'lmoqda. Erva deb yozadigan bo'lsak, bizga kelib chiqadi. Xo'p. Yo'q, bu boshqa ekan. Adashmasam. Bu boshqa bo'lishi kerak. Erva. Keling Solana'ni ko'raylik. Bizga tanishroq coin ko'ramiz. Oddiy Solana yanada pastroq tushaman. Market kapitalizatsiyasiga qaraymiz. Bizga narx umuman muhim emas. E'tibor qiling. Bozordagi mana bu Bitcoinni narxi hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Mana bu market kapitalizatsiya bizga juda muhim hisoblanadi va qancha miqdorda bozor aylanmasiga ega. Mana shuni bilsangiz bo'ldi. Top 100 talik pastga tushamiz. Xo'p. Top 100-o'yinda keyin Floki, mana oddiy Floki ga e'tibor qiladigan bo'lsak, market kapitalizatsiyasi 486 million. Mana shu Floki meme coin hisoblanadi. 486 million qayerda va DEX birjalarida chiqayotgan yangi proyekt Flokiga o'xshagan kelajagi bor bo'lgan coinlarni 1 million market capdan xarid qilish yoki 10 million market capdan xarid qilish bilan solishtiring. Qancha farq bor? 48 barobar degani u. 48. Undan-da yuqori bizga imkoniyatlar olib keladi. Shunga qarab, meme coinlar bilan ishlayotganda ehtiyotkorlikni ham hisobga olish kerak. Penguin mana bu ham DEX screenerda ishlab chiqarilgan meme coin. Kapitallashuvi 464 million. Bonk hisoblanadi, mana bu ham meme coin. Meme coinlar juda ko'p. Aster bu ham markazlashmagan DEX coin hisoblanadi. 1 milliard 794 million. Xo'p, Uniswap bor. Bu ham markazlashmagan birjaga ega. Hyper Liquidity bu ham markazlashmagan. So'nggi 3 oy davomida markazlashmagan birjada ishlab chiqarilgan coinlar bozori yaxshigina o'sish qilib berdi. Dogecoin 23 milliard. Mana shu tarzda biz meme coinlarda yaxshigina proyektlarni izlash orqali harakatlanishimiz va bilimimizni oshirishimiz, davomiy investitsiya qilishimiz lozim. Davomiy investitsiya qilmas ekanmiz, to'xtab qolsak, natija ham shunga yarasha bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi ma'lumotlarim yetarli bo'ldi. Qo'ldan kelgancha barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Videolarni, bundan oldingi berilgan ma'lumotlarni yaxshilab ko'rib, o'rganib chiqing. O'zingiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizga iloji boricha obuna tugmasini bosib, like bosib, kommentda o'z izohingizni yozing. Yangi rivojlanishimiz uchun bo'lgan qo'lingizdan kelgan barcha imkoniyatlardan foydalangan holda bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Keyingi videolarda uchrashguncha